kim, tirilgan kim? Odamlarning barchasiga istehkom ichidagi istehkomga borishlarini buyurdik. Maxsus bunkerda agar favqulodda holatlar paydo bo'lsa, hamma o'sha yerga yashirinishi kerak edi. U bunker shunday ediki, faqatgina odamlarni o'tkazar edi. Va odamlarning hammasi u yerga o'tib bo'lgandan keyin ularga himoya tizimli kiyimlar taqdim etilardi. Bu yoqda tartibsizlik ur-to'polon bo'lib qolgan payti himoya tizimining boshqaruvida ham nosozliklar yuzaga kelgan shekilli. Biz istehkom yuqorisida yugurar ekanmiz. Xavfsizlik tizimimizda dars ketishlarini ko'rib turardik. Unga shundoqqina tashqi tomondan hujumlar bo'layotgan edi. Odamlarning hammasi kichik bunkerga to'planishga ulgurishgan edi va bunkerdan boshqa, ya'niki odam bo'lmaganlar o'tmasligi kerak edi. Do'stim Javohir xuddi biz kabi edi, ya'niki unda zombiylik alomatlari yo'q edi. Shuning uchun tizim uni o'tkazib yuborardi har safar. Uning zombiylik kasalligi hech kimga yuqmasdi. Shunday qilib barcha endi xavfsizlikdamiz deb o'ylashganda yana tala-to'p boshlandi. Bunker ichiga kirishdan oldin bir bola ham xuddi